shu deysangizlar, erimni uyda yo'qligi munosabatlari bilan men dugonalarimni uyga yig'ib, mana ikkalasi o'tiribdi bu yoqda. Shahnoz bilan Bonu. Hozir Parini chaqirdik. Kechqurunga Feruz keladi. Feruchi. Tak, nima demoqchi edim sizlarga? Anunda xo'jayinimlar bilan toqqa chiqqanimizda spada bitta o'ris xotin bizani shunaqa zo'r masaj qilib, skraplarini ishlatdi-da. Skrabi o'zi qilgan ekan, damashniydida. Menga o'rgatdi. Mana shu kofe apparatdan mana bunaqa narsa chiqarkan-u, короче, mana bunaqa maydalanib ketadigan, короче, nimasidir. Xullas shunga dedi, morskoy соль solasan dedi, любой krem solasan dedi, ozgina masla. Xullas kremim yo'q, men bu losyon для tela, endi krem, как bambushelki bor ekan menda, yaponskiy morskoy соль bor ekan. Bu hozir yana ozgina olivkoy maslo qo'shib shunaqa skrab qilib ko'rmoqchiman. Qani o'xshirmikan yo'qmi? Nima deb o'ylaysizlar?